Kömürtilgen ana. Abduri Yusanjan Mahmud. Mikrofon oldida Hazrati Ali Avud. Men anamni ko'mib o'tish uchun yudib menyapman. Yenimga esib olgan lota so'mkada bo'lsa, yig'mi gurjak putumga yenik uriladi. Atigandan beri nurg'un yaralarga botdi. Lekin ko'nglimdagidek bir yer topolmadim. Anam bo'lsa mening mo'rimda meni chin quchoqlig'icha tunsiz turadi. Onun mening bo'ynimdan gira selib turgan qo'llari pat-patla yuragimni tutib, ojiz olqonlari bilan maydamni silaydi. Men anamning bu harakatida meni nima qilmoqchi ekanligimni bilib qolgandek his qilyotadi. Yana bir tarafda onamning qo'rqayotganligini bilgandek bo'layotadi. Yuragim bo'lsa, qandoqdir bir xil tuyg'uning turkisida tez-tez so'qiyotadi. Men onamni uydan yudib mang'anda bo'lsa, onam shunchalik yenik belingan edi. Hozir bo'lsa, nemishqidir ig'irlashib ketyotadi. Men oxiri qo'yiq o'rmonlik ichidan onamni ko'mib o'tishga eng muvofiq joydan birini topdim. Demisimi, bu o'rmonlik tep-tinch bo'lib, xuddi rivoyatlardagi tilsimot makondek bilinib turadi. Qo'yiq o'rmonlik ichidan voqishning sayrashlari bu makonga texmi surulik tus beriyotadi. Men oxiri onamni yerda qo'ydim. Onam bo'lsa, menga o'ldi kulimsirab qarab turadi. Onun bu kulkisida cho'nqur bir mehr aks etmekte edi. Men lat so'mkamdan yig'ma gurjakni elib, onamni ko'mish uchun o'rak ko'lashga boshladim. Men onamni nima uchun ko'mib o'taman? Sababini desam, sababi mundoq edi. Ana bu yil 63 yoshga kirgan bo'lib, qo'lig'i sal ig'ir edi. Men yolg'iz o'g'il bo'lib, dadam 5 yil ilgari kasal sababidan olamdan o'tgan edi. 3 yil ilgari onam topgan targinini yig'ib mening to'yimni qilib qo'ydi. Men to'y qilgan kuni onam bir kecha yig'lab chiqdi. Chunki dadam onamning xiyoliga kirib qolgan ekan. Men to'y qilgandim. Atisdan boshlab onam qandoqdir ko'zimga yot odamdek ko'rinishga boshladi. Oradan bir oy o'tganda ayolimning abdi bashirisi oshkorlandi. Bu vaqtda men allaqachon ayolimning armak hayvoniga aylanib bo'lgan edi. Chunki biri er kishining, biri ayolni jondan aziz yaxshi ko'rishi bo'lsa, er kishida nurg'un ojizliklarni keltirib qo'ydik. Bu vaqtda onam bo'lsa, kundan kunga bechora holatga kelib qolgan bo'lib, ayolim barsi yeydigan, bo'lmasa kunlab och o'ldirdigan bo'lib qolgan bo'lg'achqa, onamni deb arilab ayolim bilan urushib qolibdi.
Bu çağda anam gözümge teximi sert görünetdi. Bunu az degende anamның tenimi acizleşip öz acıdıdan özü çıkamaydıgan bop kaldı. Ana şu günlerinin biride anam çay koyup içimende çaynektin birini çıkıverdi. Bunu görgen ayağım köz aldığımda da anamla şittiriverdi. Anam bolsa deldenişip berip qattiq yerge yıkıldı. Anam qattiq yıkılğaçqımı ayağıda teret menip getdi. Men ayağımdan qılğan beşemligini görüp ornumdan turdum da ayağımga qarap maldım. Menim hazırkı halatımni körgen her qandaq adam meni ayolini rosa dumbalaydigan bo'ldi deb o'ylaydi. Lekin amaliyotda undaq emas edi. Men ayolimning qishig'i kelib, ayolimning g'azabli chiroyiga qaradim. U menga meni yalatgudek qarab o'tirdi. Men ovozimni past qilib, "Bo'ldi xotin, o'zingni besib ol, kela bu yoqqa, ozroq oromini elib ol" dedi. Bu chaqda anam bo'lsa, o'zini menib ketgan taritini bizdan yoshirish uchun ko'ynigining peshi bilan deb pol ustiga yo'qib qolgan taritini yepib o'tadi. Ko'zidan bo'lsa yosh sirg'ib tushib o'tadi. Anamning bu holati xuddi kichik bolani yiqilib tushib o'rnidan turolmayotgan holatiga o'xshab qolgan edi. Men ayolimni kresloga akilib o'ltirg'izib qo'yib, anamning yeniga keldi. Anam tehichila umaysiz holatda turibdi. Men anamga qarab, "Bu sening nima qilganing? Bir pakiz pulni bulg'uding-ku. Eshak bo'lmagandan keyin tozliq uyga kirsang bo'lmamdi" deb ochiqlandim. Mening bu gapimni anglagan ayolim menga qarab, "Nimadan to'g'ri gap qilasiz? Bo'ling tezroq bo'lib, bu xotinni tozliq uyga akirib qo'ying. Pulni tozlab eting. Uy purab ketyapti" dedi. Men oldirash onamni o'ltirgan o'rnidan qo'pollik bilan yo'lashtirib tozliq uyga akirdim. Bu chaqda onam menga qaradi. Uning ko'zidan bo'rondek yosh to'kilyotdi. U menga qarab bir gap qilish uchun og'zini midirladi. Men onamning nima demoqchi ekanligiga qiziqmasammi uning og'ziga qaradim. Men onamning gap qilmag'ili 3 oy bo'lganligini bilardim. Shuning uchun onamning nima demoqchi ekanligiga qiziqyotdi. Afsus, onam zuvon so'nidi. Faqat menga qarab og'zini midirlatib qo'ydi. Men bu vaqtda onam ovozsiz gap qilyotdi deb o'ylab qolgan edim. Lekin onamning chiroyidagi tabassumda
Anamның menden minnetlari bo'layotganligi, shundaqla hijil bo'layotganligi chiqib turadi. Mening qalbimda bo'lsa, anamdan zerikish va og'rinishlar bor edi. Men anamni ko'tarib, yuyunish desiga kiyim bilan tashladim. Anam shunchalik andikib ketgan edi. Chunki men munchining suyini tangshimigan edim. Anam suv ichida yenik titrab o'tirdi. Men suv purgigichni qo'limga elib, anamning beshiga to'g'rilab suvni ochdim. Suv chumkidan bo'lsa, so'g'oq suv tushib o'tadi. Anamning yenik titrishi kuchayib, jalaqlab titrab ketdi. Mening xiyolimga hech ish kirmaydi. Faqat qandoq qilsam ayolim bilan bu uyda xo'shal yashashni o'ylaydim. Mening bu xiyolimni anamning qattiq tush ko'rishi bo'lyapti. Men esimga kelib, do'st ichida soğuktan titrab o'ltirgan anamga qaradim. Dal shu chaqda uyga ayolim kirib keldi. O mening qilayotgan ishimni ko'rib, chiroyini purishtirganicha mening qashimga tezlik bilan kelib, qo'limdagi suv purgigichni silkib qo'liga oldi. Bu chaqda men ayolimni anamga kuyunyotidi deb o'ylab qolgan edim. Lekin men xato o'ylagan edim. Bu vaqtda ayolim menga qarab, bir ovozi bilan vaqiradi. Men shu chaqda ayolimning maqsadini tushundim. Chunki ayolim mundaq degan edi. Ayolim menga g'azabli qaradi va bir qo'li bilan beshimni noqib turib, "Sarang bo'ldingmi? Voy kallasi ishlamaydigan. Bundaq qilsang, bu qarini og'irtib qo'ysan" dedi. Ayolimning bu kepidan hech nimani tushunmayotibdi. Chunki ayolim anamga shunchalik o'ch ediki, buni til bilan tasvirlab berolmaydi. Shundaqdimi, uning nima demoqchi ekanligini bilib boqqim keldi va ayolimga qarab, "Siz nima demoqchi? Mening bu qilganim to'g'ri bo'lmabdimi?" deb so'radim. Ayolim, "Voy lemlem, o'ylab boqdingmi? Bu qaerni og'rib qoldi deganimiz, doktorxonaga pul xarjladik deganimiz. U pulni kim chiqaradi? Sening pul chiqardigan xonachang bormidi ya?" dedi meni mansitmay. Uning bu gapi menga og'ir kelgan bo'lsa-mu, achchig'imni ichimga yutib, beshimni to'van soldim. Chunki men uni yaxshi ko'ratdim. Bu holimni ko'rgan onamning nemishqadar chiroyidagi tabassum yo'qolib o'rnini xafa bo'lish qoplagan edi. Men onamning chiroyidagi bu o'zgarishlarni ko'rib, onamni meni kamsitibotidi deb tushundim.
Hem de anamga teximi öç bolup ketken edim. Ayolum mening gap qilmay turganimni ko'rib, "Nemaga bezarab turasan? Bo'lmamsan bu qerini tortib chiqolmamsan" deb vaqirdi. Men shu chog'da esimga kelib, oldirab onamni suvdan chiqarib, munchining o'tirsig'ila o'ltirg'izib qo'ydim. Ayolum onamning ko'ynigini yerigan holda o'rib turib, her holda pokizlanibdi. Qani amsa menga yordamlash dedi. Onamga yaqinlashib, men uning nima qildig'ini bilmay uning qashig'iga keldim. İkinci kısım. Ayolum bana anamni ko'rsatib turib, "Bola kiyimini soldir" deb buyruq qildi. Men indamay onamning kiyimini soldirishga boshladim. Men ayolimni onamning kiyimini yuyup beradigan o'xshaydi deb o'ylagan edim. Asli undoq emaskan. Ayolim onamning yo'l bo'lib ketgan kiyimlarini mehmonxona uyining polini maynat qiladi deb o'ylagan ekan. Men buni tushunmadim. Ayolim men soldirgan onamning kiyimlarini qo'limdan yulib elib, "Mana bu yoqqa deginicha mening yoqamdan so'ragunicha meni tozliq uyidan sirtqi so'rab mandi." Anam bichara qo'ynim qo'sidek beshini bir tarafga egib, bizning chiqib ketayotganligimizga qarab turibdi. Uning chiroyida qilcha og'rinish yo'q bo'lib, aksincha bana iliq gülümserip turibdi. Men bu iliq chiroyga qarab qo'yib sirtqa chiqdim. Tozalik uyida bo'lsa, onam yolg'iz yelin kiyim bilan qolgan edi. Onam suvxonada qanchalik to'ngib, qanchalik xo'rlanganini men bilmayman. Lekin tasavvur qila olmayman. Biz mehmonxonaga chiqqandan keyin ayolim meni firusloga o'ltag'izib qo'yib, o'zi tozliq uyga kirib ketdi. Uning nima qildig'ini men bilmaydim. Tozliq uyini qattiq yepilish bilan tanlar tozliq uyidan qattiq tariqlagan ovoz anglandi. Kallamda bo'lsa kelmagan xiyollar aks etyapti. Men asta o'rnimdan turib, tozliq uyining eshigi oldiga keldim. Tozliq uy ichidan ayolimning ochiq gaplari anglashga boshladi.
iç kiyimini sana bo'layapmiz. Xiyolingda sening sesiq kiyimingni men soldirib qo'ysam bo'lamdi. Yoki chop-chop bo'lib qolgan o'g'ling soldirsinmi? Sen hijil bo'lmag'aning bilan men numus qilyapman. Bundoq yoshigacha o'lsam bo'lmasmidi? Bu ovozdan ayolimning, onamning iç kiyimini soldirg'izayotganligini tushundi. Xiyolimda bo'lsa ayolimning qilgan ishlarini to'g'ri deb bilayotdi. Tuyuqsiz eshik ochilib, ayolim qo'lida anamning iç kiyimini ko'tarib chiqib keldi. Demek anam tazlık uyda tohmu yalanaç aldı kalkan idi. Ayağım anamның barılık giyimini menin kolumgu tutkuzup durup bunu aptal çüdüğün cayga yiyip koy. Koruğanı kiyip alsan dedi. Ben nime bu kiyim korup boğuca anam tozla koydu turandı o dep soradı. Ayağım bana gülüyüp durup nime anamın tokumu ağladığını görmeyeceğim. Bu da ben degende kıl dedi. Ben ilacısız kiyimni ilip sırt kımadı. Işık tüyüge çıksam beşimge qattiq bir narsa tegdi. Beşimge qattiq tekkan narsaning zarbisidir. Ko'zim qorong'ilashib yerga göp qilib yiqildi. Qanchalik vaqt o'tdi bilmayman. Ko'zimni ochib qarasam, yanimda onamning oyog'i turibdi. Aslida ayolim o'lib ketgan onamning oyog'ini sirtqa ilib chiqib ketishim uchun menga qaratib otgan ekan. Ben asla o'rnimdan turdim. Nemişqadir boyun qismimda issiq bir narsa eqishga boshladi. Qo'limni ko'tarib boyun qismimni tutib qo'limga qaradim. Qo'limda qip-qizil qon turibdi. Yuragim og'zimga kaplashib qolay deb qolgan edi. Öy işçiden bolsa ayolimning to'xtamay so'zlayotgan ovozi olinib turadi. Shundoqmi to'ydim bu uyda. Bir yaramas erga tegib o'z baxtimni nobud qildimmi? Ya bu qari o'lmadi. Yoki bo'lmasa bu laqmatini ochir qilib bo'lmadi. Terik gömletkeli bulmasa ya bu qerini. Digen avazı bilen. Xiyolimda chaqmoq tezligida bir xiyol paydo bo'ldi. Men bu xiyolni qayta o'ynash uchun qo'limdagi narsalarni tezroq oftobga selivitib qaytib kelish uchun qadamimni tezlatib o'ylaga qarabman. Kech kirib tun nisbimi bo'lib qolgan edi.
Ayalım bolsa yanımda yenik xorek tartıp uxlavatıptı. Benim hiyalimdeki plan yanına beni kıynaladı. Ben asla ornumdan durup Oğuz'u öyden çıkıp anam yatıdığan balkonga qarapmadı. Qadamlarım şunçilik ağır idi ki özümni dans yemey otattı. Ben böyle besip, iki besip anam yatkan cayıga çıktı. Anam bolsa tehice uxlamagan edi. Benim kirgenimgimi dikkat kılmagan bolup bir neçe saat tozluq öyle yalamaç oturgandım mı? Konu yepintisine çen yepini vagan edi. Üstüde bolsa aptapqa selingan kiyimi bar bolup bu dünyanın hamma xapaligini unutgandek qıladı. Ben asla anamga yaqinlashdim. Çünkü ben anamni tirik ko'mib o'tish xiyoliga kelib bo'lgan edim. Koyuq ormanlık içinde ben peşimni götürmey anamni tirik ko'mib o'tish uchun o'rak olamadım. Anam bolsa o'xshashna tabassum bilan manga qarabdi. Onunda ne qo'rqish, ne ansirash yo'q bo'lib, shunchalik tamkin o'ltiradi. Aksincha, mening butun badanim titrab qora terga cho'mib ketgan edi. Ben o'rakni cho'nqur kovlash uchun o'rakning ichiga sakrab tushdim. Shundoq tushdimda tenim shirkinib ketdi. Yuragimda bo'lsa yeli birsi kelib xuddi meni ko'mib o'tdigandek hissiyat paydo bo'lurdi. Men pat-patla o'rak sirtida qolgan onamga o'rakdan beshimni chiqarib qarab qo'yibdi. Chunki onamning qechib ketishidan ansiraydi. Ammo bu ortiqcha xiyol edi. Çünkü anam o'rnidan turolmaydi. Gap qilmag'inimi 3 oy bo'lib qolgan bo'lib, qachon qarsam shu tabassum, shu mehrli kulga manga tashlanib turadi. Mening vicdanım bunu görmeydi. Fakat ko'rdig'ini men yaxshi ko'rgan o'sha ayolim edi. Men oxiri o'rakni kovlab bo'ldim. Endi o'rakning sirtiga chiqib onamni o'rak ichiga akirishim kerak edi. Shundoq qilib qo'limdagi go'rjakni o'rakning girvikidagi men chiqargan to'piga sanchidim va o'rak sirtiga chiqish uchun
Orek sırtıdaki görecek çok olgan boş topuğa kolumnu koyup sırtkı yağmaştı. Kim bilsin? Emdi yermiğe çıkışım bilen tan. Orek girivikideki görecek çok olgan boş topudan kolum acırap oğdısıga yıkılıp düştü. Üstüne şıvatkan topudan qoğdanış üçün közümni çen yumuvagan edi. Közümni içip qarısam, yılıqı topuğa çok koygan gürcek topudan acırap menin peşanamga qarab şıvatkanını gördü. Ben şıvatkan görecektim. Beşimde elip kaçtı. Görecek bolsa kulak tüvümden ötüp orak içindeki boş topuğu çok oldu. Ben bir ölümden kutulganımdan hoş bulup tezrak işini püttürüş üçün tatılap yürüp orak sırtığa çıktı. Hem de anamını götürüp orak içine düşürdü. Anamını orak içine tüz yatkızdı. Anamның beşinin pes işkenligini görüp görecek bilen anamның beşiğe topu da iyizrek kılıp yastık yasıdı. Hem şu yastıkka anamның beşini yatkızdı. Anam xuddi özünü pəpilep beqivatkan vafadar oğlunun köyünüşüdün xursam boluvatkandak mağa mehirli qarab duratdı. Məni orak sırtığı çıkıp kolumga gürcekni aldı. Hem de anamның üstüge gürcek bilen topu taşka başladı. Nemiş kadar anamның çırayıga topu taşlaşka kolum barmayıvataptı. Anamның bütün bedeni topuda kömülüp bolgan bolup fakat beşila yani mağa külümserep durgan çırayı kağan edi. Dev şu çağda anam tekimi hoşal gülüşke başladı. Ben bunundan aceplenip sen neymişke gülüsen acaba menden nefretlendin mi dep soradı. Bu çağda tuyulsuz anam yak bana senden nefretlenmeyim. Eksince hoş bulmadın. Bilemsen bana. Ben her vakit ölüp gelsem oğlum beni öz kolu bilen depni kılsken dep oylaydı. Bana bugün ölüp gitmegen bolsam mı? Meni kömüvatkanı başka biri emez. Der benim öz oğlum ikenligini görüp hoş Allah'tı gülüvatı men dedi. Ben özümle anamның üstüge taşladım. Gözümden bolsa barandaki yaş dökülüşke başladı. Ağzımdan bolsa keçör ana. Anam beni keçör. Beni keçör etken canım ana. Digen sözüm başka gep çıkmayıvatat. Göz aldımda bolsa o arak içindeki bir bulunda durgan
görecek durat. Bu görecek gözümge hayalimden görünüp gitti. Ben nefretli gözlerim bilen görecek ki karavatımı. Kollarım bolsa toxtumay anamның üstüge düşken topularını pastga tortib o'tadi. Yuragim bolsa qon bo'lib eqib o'tadi. Anamның üstüdeki topular bara bara azlaşqa başladı. Şu çağda anam iki kolunu kengri içip meni cem kucaklıgınca bağrına bastı. Ana! Üçüncü kısım. Men anamni yudib ketyapman. Anamni kömüş üçün kelgen yolum bilen ketyapman. Anam bu qitim meni chin quchoqlamagan edi. Aksicha, qo'llari yenik titrayotdi. Men qadamlarimni avaylab bosdim. Chunki kelgan vaqtimdagi razil qadamlarimdan o'zimni qochirishga tirishayotdi. Shundaqdimi qalbimda onamning meni chin quchoqlashini, beshini mo'ramga qo'yib yetishini shunchalik orzu qilardim. Ko'z oldimda bo'lsa, ayolimning simosi aks etyotdi. Amaliyotda ayolim mening onamni ko'mib etish uchun elib chiqqanimni bilmaydi. Ko'zlarimda bo'lsa, to'xtamay tushayotgan yosh mag'zimdan bo'ylab tövenge tushayotdi. Kim bilsin, tuyuqsiz anam ojiz qo'llar bilan ko'zimni siladi. Chunki ko'zimdan tushgan yosh onamning meni quchoqlayotgan qo'lining do'mbisiga tushgan edi. Men bu chaqda ona mehrining qanchalik ulug'lig'ini, ko'nglining dengiz kabi kangri, apuchan keldiganligini his qildim. O'zimning bir o'g'il bo'lganimdan nomus qildim. Ayolimga bo'lgan o'tdek muhabbatimning o'rinini nafrat egallayotdi. Vujudimda bo'lsa nozik bir tuyg'u meni qiynayotdi. Bu tuyg'u ayolim tarafidan kelayotgan tuyg'u bo'lib, nafrat bilan muhabbat o'tirsidagi ziddiyat edi. Bu chaqda ayolimdan xafa bo'lishning o'rniga o'zimdan xafa bo'lishga boshladim. Men bir er bo'ldimmi? deb so'raydim o'zimdan. Bu vaqtda onam tuyuqsiz gap qildi. Onamning degan gapi ko'z yoshlarimni tig'imi kuchaytirayotgan edi. Onam mama, balam, uyga borganda ayolingga qattiq tegmagin. İnsanның en güzel ahlakı bo'lsa, boshqalarning xatoligini kechirib etish, dedi. Men onamning nima demoqchi ekanligini tushundim. Aslida onamni yerda qo'yib, onamning ko'ziga qarab, yana bir qitim "Ana, meni kechir" demoqchi edim. Lekin qilmishim tufayli onamning chiroyiga qarashqimi betin olmadim. Mening ko'nglimni onam bilgandek. balam, meni yerda qo'y. Sen mi herib ketding? Azroq aram olayli. Mening onamni yerga qo'yg'im kelmadi. Chunki xuddi o'zimni onamning bag'ridan chiqib ketadigandek o'zimdan qo'rqishga boshladim.
Anam mening ko'nglimdikini bilgandekla. Sana deydigan gepim bor. Dedi. Gepiga ulapla men anamni yerga avaylab qo'ydim. Qo'ydimda anamning chiroyidan o'zimni elib qochdim. Anam mening xijil bo'layotganligimni bildimu, gapni boshqa yerdan boshladi. Bir oilada bir ayolning yaxshi, yomon bo'lishi faqat erga bog'liq bo'ldi. Amaliyotda turmushda ayolning zimmasidagi yuk eng og'ir bo'ldi. Kechini kechi demaydi, kunduzni kunduz demaydi. Albatta, ba'zi ayollar o'zining shaxsiyatchilik qarishi bilan bilib bilmay xatolik sodir qilib soldi. Ani shu xatoligi o'zining mangulik pushaymonga aylanib qoladi. Chunki erlar o'z ayoliga nisbatan afu qilishni, sodir bo'lgan xatolikda o'zining ulushi borligini his qilmasdan ayolini uydan haydaydi yoki ajrashib ketadi. Mana bu zaminga chiqarilgan bir o'g'ilchilik. Anam gapini tugitib, men nima deyishimni bilolmayotdim. O'zimning bir o'g'il bo'lib qolganimdan pushaymon qilyotdim. Men o'ndamasdan anamni avaylab bosh qildim. Hamda uyni nishon qilib motdi. Bu qitim anam meni mahkam quchoqlab olgan edi. Men anamning so'l mo'ramga qo'ygan mangziga beshimni tekkizdim. Anamning mangzidan shundoq bir harorat kelyotdiki, bu harorat mening qalbimdagi vafo xazinamning qulpisini ichib o'tgan edi. Biz oxir uyga keldik. Ishdan kirishimga ayolim hujur uydan chiqib, gap qilmasdan qopqini turgunicha ikki qo'lini beliga qo'yib, xuddi German askarlaridek turadi. Onun nima qildiganligini biladi. U mendan hisob oldigan vaqtlarda mushundoq qiladi. Men onamni balkonga emas, o'z hujramga elib oldim. Ko'zlarim bo'lsa g'azabdan qizdirib ketgan edi. Ayolim mening abdimdan aymandimu, menga yo'l bo'shtib berdi. Men onamni hujur uyga akirib qo'yib, tali uyga chiqdim. Mening chiqayotganligimni ko'rgan ayolim, "Nima qilganing bu qerini?" deyishi, g'azabdan ching tugilgan mushtum bilan ayolimning mangziga kuchab barni soldi. Mush zarbasidan ko'p qilib yerga yiqildi. Men uni dasash uchun yerda yotgan ayolimga qarab itildim-da, shu chog'da hujur uydan onamning "Bo'ldi balam, bo'ldi qil" degan gapi meni niyatimdan yondirgan edi. Men ochchig'imni besib elib, ayolimning qo'lidan tutib, uni so'rgunimcha sirtqa elib moldim. Ko'zimda bo'lsa to'xtamay yosh tushyotdi. Bu yosh boshqa yosh bo'lmasdan razil qalbimga bo'lgan nafratlanish yishi edi. Biz o'ylaga chiqdik. Ayolimning bo'rindan chiqayotgan qip-qizil qon uning oq ko'ynikiga tushyotdi. Bu qonni ko'rib, men bu qonni mening yuragimdan etilib chiqsa bo'lmasmidi deb o'ylab qoldim. Ayolim bo'lsa mening g'azab nafratimni tunji qitim ko'rayotqashqa, men bilan qarshilish yoki tinch turishni bilolmay, qo'lini qo'limdan ajratish uchun tirishayotdi. Men oxiri uning qo'lini qo'yib berib, uning ko'ziga tikilib turib, "Menga qara!" Ayolim ko'zimga qaradi. Hamda ko'zimdan tushayotgan yoshni ko'rib, hayron bo'lgan holda
Nim bo'ldi? Sen bilemsen. Menin bu kecha nima qilganligimni bilemsen. Dedi. Ve kechada bo'lgan barliq ishlarni yig'lab turib ayolimga so'zlab berdi. Ayolim goh yig'lab, goh o'zining qo'lini tishlab turib bayonimni anglab chiqdi. Demek bu vaqt shuni tushundimki, inson aslida oq ko'ngil kelar ekan. Faqat ba'zi ichki omillar ta'sirida hayvonga o'zgaradi ekan. Ayolim beshini tuvan qilib, asta oldimni tizlatdi. Meni kechirim. Bu so'z uning yuragidan chiqyotdi. Men ayolimdan bir qadam yiroqlashib, kechirim so'raydigan odam men emas. Belki anam. Biz ikimiz anamdan kechirim so'rashimiz kerak. Dedim ayolimga keynimni qilib turib. Bilaman. Endi men qaysi yuzim bilan onamning chiroyiga qaraya olmayman. Dünyada bu can kişinin kim ekanligini bilemsen. O bo'lsa mı ana? Dedim keynimga burilib etib. Ayolim bo'lsa hiç tizlanib o'ltiradi. Onun tizlanishi mening oldimda emas, onamning oldida haq edi. Shundaqla men bu tizlatdim. Qon chiqqıcha onamning oldida tizlanishga rozi edim. Quloq tugimni bo'lsa, onamning yo'lda ketib etib, menga degan har bir so'zi jaranglaydi. Bu ovoz har bir jaranglasa, yuragim og'rib, nafaslarim bo'g'iladi. Men asta berib ayolimni turg'izdim. Hamda uning ko'ziga qaradim. Uning ko'zidan yosh emas, qon chiqayotgandek ko'rindi. Shu chog'da mening onamga qilganlarim ko'z oldimga keldi. Va hech nimaga qaramasdan "Ana!" deb varqirganimcha onam yotgan uyga qarab o'qdek etildi. Ayolim bo'lsa menga agishib kelayotdi. Ko'mib etilgan Ana nomli ovozliq asarning 3-qismi mush yerda oyoqlashdi. Yoqtirib anglaganingizga rahmat.